Kirsovni yug'alimizda hech kim bilmasni aytdi. Shampunga klient kelyapti hozir. Men ichkariga olib qo'y. Klient. Avni motorsiga xush kelibsiz, xonim. Xonimingda jonimi? Oh, yana senmi? Guli, o't jonim. Zili, o't jonim. Nili. Ruldaman u boy. Shextamsa qo'rqib ketdim. Tush jonim, Nili. Rahmat boy. Ey boy, xolasangiz mashinalarni bo'lib to'lashga beramiz. Hayotimda mana uchalas bo'lgan yetadi. Naqd olaman, tushundingmi? Mana ana sen olgan Mersdanmi? Yo'q. Au qoriyda ketdik. Mana askari mashinang deb olamiz. Nimaga? Mana uchalas mazamda qochirsa shunda yuraman. Mana uningiz to'shimizangizni qochiradi. Boy, xolasangiz eski mashina olib kelsangiz, yangisiga almashtirib beramiz. Almashtiradigan eskisi bor. Faqat u mashina emasdi. Kechirasiz, bizlar odam savdosiga qarshimiz. Shu gapingni ko'zimga qarab aytalasanmi? Aytolmayman. Ko'ziga qarama, qo'ndirib qo'yadi. Qaraganim yo'q. Avenue Motors zamonaviy mashinalarni siz xohlagan to'lov uslubida xarid qiling. Mashinalari zo'r, usloviyalari zo'r, lekin eskisini yangisiga almashtirib ber degan shartimga ko'nganda almashtirib yuborardim. Bizlar o'ylab ko'rdik, almashtirishga rozimiz. Zato biz norozimiz. Bottir bular. Ko'rdingmi, uka, menga yomonsonmiz. Ketdik monalari. Ketdik boy. Sizga sabr, boy.